Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz ve muhterem mo'min musulmon birodarlar, otaxonlar, aka-ukalar, barchalaringizni har bir mo'min musulmon hayotidagi eng ulug' kunlardan biri bo'lmish Eidul Adha Qurbon bayrami bilan chin qalbdan tabrik etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu bayramni barchamiz uchun baxt, saodat bayrami bo'lishini, o'zining roziligini topadigan amallarni qilib, yaxshi bir tarzda o'tkazishimizni nasib etgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizga ato qilgan bu ulug' bayram islomdagi ikki bayramning biri bo'lib, boshqalardan farqli o'laroq Allohning ibodatiga yo'g'rilgan, Allohning zikri bilan bo'ladigan, pokizalik bilan, yaxshilik bilan, xayr, baraka bilan o'tadigan bayramlardan biridir. Alloh subhanahu va taolo vatanimizga, xalqimizga, el u yurtga bu bayramni muborak qilsin va bu shunga o'xshagan bayramlarimizga qayta erishishimizni nasibi ro'zi qilgan bo'lsin. Azizlar, har yili shu Qurbon bayrami kelar ekan, mo'min musulmonlar butun dunyo bo'ylab insoniyat tarixidagi eng buyuk hodisalarni eslaydilar. Ana o'sha taraflarda, ana shu vaqtlarda insoniyat uchun Allohning marhamati bo'lgan ba'zi bir hodisalar, ishlarni o'z ibodatlarida aks etadilar va qayta buning uchun Alloh taologa shukr aytadilar. Qurbonlik bayrami, Qurbon bayramining tarixi anbiyolarning, payg'ambarlarning otasi laqabini olgan Allohning ulul azm payg'ambarlaridan biri bo'lgan Ibrohim alayhissalatu vassalomning tarixlariga borib taqaladi. Ibrohim alayhissalom Alloh subhanahu va taolo yuborgan payg'ambarlarning ulug'laridan biridir. Bu kishining sulolasidan ko'plab payg'ambarlar tarqalgandir. Shuning uchun ham u zotga payg'ambarlarning otasi degan laqab berilgandir. Ibrohim alayhissalom Alloh subhanahu va taolodan vahiyni qabul qilib olganidan so'ng, sahifalarga sohib bo'lganlaridan so'ng, Allohning buyrug'ini o'z qavmiga yetkazishda harakatda bo'ldilar. Lekin Allohning dini ta'limotlarini yetkazish jarayonida juda katta va qattiq qarshiliklarga duchor bo'ldilar. O'zlarining vaqtidagi podshohlik qilib turgan zolim podshoh, kofir podshoni tazyiqiga uchradilar. Da'vat xavf xatar ostida qoldi. Allohning payg'ambarining hayotlari xavf xatar ostida qoldi. Ana shu xavf xatardan hijrat qilishga to'g'ri keldi. Ibrohim alayhissalom Allohning yo'lida hijrat qilgan birinchi payg'ambar, birinchi banda hisoblanadilar. Bu kishi o'z ona diyorlarini tashlab, Allohning yo'lida Xudoning dinini saqlash uchun, Xudoning dinini bandalariga yetkazish uchun o'z ona diyorlaridan boshqa tarafga safar qildilar. Undan keyin yana bo'lmasdan
o'z ahllari, ayollari Bibi Soraning hamrohligida Misr diyoriga yetib keldilar. Hijrat uzoq davom etgan edi. G'arib bir yurtga yetib borgan edilar. Notanish odamlar edi. Payg'ambarni hijrat qilib kelganligi, u kishining yonida sohib jamol bir ayollari borligi to'g'risidagi xabar bir zumda hamma tarafga tarqaldi. Va shu hammani ichida o'sha diyorda, Misr diyorida podshohlik qilayotgan odamga ham yetib bordi. Podshoh bu xabarni eshitgandan keyin g'arib musofirlar bilan ko'rishish niyatida bo'ldi va Ibrohim alayhissalomni Bibi Sora bilan o'z huzuriga chorladi. Suhbat davomida podshohning ko'zi Bibi Soraga tushib, ko'ngli buzildi. Harom qarish ishlar xayoliga keldi. Shuning uchun yomon niyat bilan u kishi tomon qadam tashlab yurib borayotgan edi. Alloh subhanahu va taolo qo'li oyog'ini ishlamaydigan qilib qo'ydi. Ana shunda o'ziga keldi. Bu bejiz emasligini bildi va niyatidan qaytdi. Niyatidan qaytgan edi, qo'l oyog'i ham yana qaytadan harakatga keldi. Biroz o'tgandan keyin haligi podshohni yana ko'ngli buzildi. Yana yomon niyat bilan Bibi Sora taraf qadam bosgan edi, yana qo'l oyog'i ishlamay qoldi. 3 marta mana shu holat takrorlangandan so'ng podshoh bu mehmonlar oddiy mehmon emasligi, Allohning inoyati ostidagi mehmonlar ekanligi, Allohning himoyasi ostidagi mehmonlar ekanligini anglab yetdi. Yomon niyatidan qaytdi va farmon berib Ibrohim alayhissalomga sovg'a salomlar topshirdi. Ana o'sha sovg'a salomlar ichida Hojar ismli bir qiz ham bor edi. Ibrohim alayhissalom vaqti soati yetib Misrdan yana o'z diyorlariga qaytdilar. Va bir fursat o'tgandan so'ng, ulug' yoshga kirib qolganlaridan so'ng Bibi Hojardan bir o'g'il farzand ko'rdilar. Bu juda ham ulug' bir hodisa edi. Qarib qolganliklari tufayli farzand ko'rishdan umidi uzilgan holatdagi bir odamga Alloh taolo 90 yoshlarida farzand ato etishi edi. Bundan nihoyatda Ibrohim alayhissalom xursand bo'ldilar. Lekin xursandliklari uzoqqa cho'zilmadi bu farzand borasida. Alloh subhanahu va taolo o'ziga ma'lum bir hikmatga ko'ra Ibrohim alayhissalomga kichik ayollari Bibi Hojarni yolg'iz farzandlari ko'zlarining qarochig'i bo'lgan Ismoil bilan birga uzoq bir yurtga olib tashlab kelishni amr qildi. Allohning amriga bo'ysunib Ibrohim alayhissalom o'ta qarigan paytda ko'rgan farzandlarini, jigarporalarini tashlab kelish uchun yo'lga chiqdilar. Uzoq yo'l yurib, qaqroq, juda qattiq dahshatli issiq cho'lning o'rtasiga yetib bordilar va o'zlariga ko'rsatilgan joyga ayollari Bibi Hojarni va farzandlari Ismoil alayhissalomni qoldirdilar. Ularni o'sha yerga qo'yib, o'zlari orqaga qaytdilar. Orqaga qaytib bir necha qadam bosgan edilar. Bibi Hojar, ey Ibrohim, to'xtang dedilar. Siz bizni mana farzandingiz bilan birga o'z fikringiz bilan bu yerga olib keldingizmi yoki bu haqida sizga Allohning amri bo'ldimi dedilar. Shunda Ibrohim alayhissalom, bu meni o'zimcha qilganim yo'q, balki Allohning buyrug'i, amri bo'ldi. Shu ilohiy amrni ijro etib sizlarni bu yerda qoldirmoqdaman dedilar. Shunda Bibi Hojar onamiz mu'mina, muslima,
muxlisa ayollarga xos ish ko'rib, undoq bo'lsa siz bemalol ketavering, Alloh taolo bizni o'zi saqlab oladi dedilar. Ibrohim alayhissalom juda bir g'alati holda ayollari va yolg'iz farzandlarini hech kim yo'q, o'simlik yo'q, suv yo'q, hamma yoqda qum, faqat issiqlikdan iborat yerga tashlab orqaga qaytdilar. Bir ma'lum yerga yetdilar. Xotinlari bilan o'g'illarining ko'zlariga ko'rinmaydigan bo'lgan va o'zlari ko'rinadigan, ularni ko'rib turadigan joyda to'xtab, orqaga qayrilib, ularga nazar soldilar va o'zlarining mashhur duolarini qildilar. Duolarida: "Ey Robbim, men o'z zurriyatimni qaqroq cho'l ortida, o'simligi yo'q joyda tashlab ketmoqdaman. Parvardigoro, bularni o'zing saqlagin. Bularga tomonga odamlarning qalbini urgin. Bularga rizqni bergin" degan mashhur duolarini qildilar. Ana shu duoni Alloh subhanahu va taolo qabul aylab, duodagi holatni 1000 yillar o'tgandan keyin yuzaga kelishini kafolati bo'ldi. Qaqroq cho'lda qolgan, kimsasiz yerda qolgan Bibi Hojar bir oz vaqt o'tgandan so'ng chanqashni boshladilar. Murg'ak go'daklari ham chirqirab yig'lay boshladi. Shunda Bibi Hojar suv axtarishga tushdilar. Qo'llaridagi chaqaloqni qum ustiga yotqizib qo'yib, ko'zlariga ko'rinayotgan yaqin bir tepalikka chiqib, atrofga nazar soldilar. Qarasalar, narigi tarafda suv ko'rinmoqda. Xursand bo'lib, suv topganlari quvonchidan tepalikdan tushib, shiddat bilan yugurib, ko'zlariga ko'ringan joyga borsalar, suv yo'q. Bu narsa sarob ekan. Orqasiga qarasalar, avvalgi turgan joylarida suv ko'rindi. Yana orqaga qarab yugurdilar. Borsalar yana suv yo'q. Yana orqalariga qarasalar, avvalgi birinchi borgan joylarida suv turibdi. Shu tariqa ikki tepalik o'rtasida 7 marta bu yoqqa suv axtarib yugurdilar. Bu tepaliklarni birinchisining nomi Safo, ikkinchisining nomi Marva edi. Safo Marva tepaliklari orasida yugurib 7 marta borib kelgandan so'ng farzandlari tomon qarasalar, bir sharpa ko'ringanga o'xshadilar. Yaqinlashib borsalar, bola yig'lab oyoqlarini urgan joydan suv chiqib oqib ketmoqda. Suv izlab giryon va aylanib yurgan Bibi Hojar darhol yugurib borib, haligi oqib ketayotgan suvning yo'liga qumdan to'siq yasab, "Zam-zam" dedi. Ana shu "zam-zam" degan so'zi o'sha vaqtning tilida "to'xta, to'xta" dedi deganlari ekan. Ana suvni oqib ketma, to'xta, to'xta deb yo'lini to'sib, oldiga qumdan to'siqlar yasab, Bibi Hojar suvga erishganlaridan nihoyatda xursand bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom o'z hadislarida aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo Ismoilni onasining xayrini bersin. Agar to'xta, to'xta, "Zam-zam" deb shu suvning yo'lini to'smaganda butun dunyoga yetardi deydilar. Haligi suv oddiy suv emas, hozirgi kungacha barchamizga ma'ruf bo'lgan Zam-zam suvi edi. Allohning qudrati, Allohning inoyati, hech kimsiz, hech narsasiz qolgan ikki bandasi Bibi Hojar va Ismoil alayhissalomga mana shu suvni ham oziq-ovqat ham ichimlik qilib berdi. Ana shu suvdan ichgan odam ham chanqog'i bosiladigan, ham ochigi to'yadigan holatda bo'ldi. Ona bola Alloh bergan suvdan ichib,
kun o'tkaza boshlashdi. Bir muddat o'tib, jonzot borligi, suv borligi e'tiboridan turli hayvonlar o'sha joyga yaqinlasha boshladi. Hayot alomati borligidan asta-sekin u yerda Ismoil alayhissalom va onalarini atrofida hayvonlar, qushlar paydo bo'la boshladi. Asta-sekin savdo karvonlari o'tib ketayotib, o'sha yerda jonzot alomatini sezganidan kelib, suvni ko'rib, undan ichib, undan o'zlarini idishlariga to'ldirib olib, hayvonlarini sug'orib ketishga odatlanishdi. Asta-sekin o'sha joy Zamzam atrofi obod bo'la boshladi. Bir muddat o'tgandan so'ng arab qabilalaridan, ko'chmachi qabilalardan biri Jurhum qabilasi butun boshi bilan kelib, bu yerda suv ichib rohatlanganlardan so'ng maslahat qilib, o'sha yerda qolishga qaror qilishdi. Bibi Hojardan kelib so'rashdi: "Biz mana shu yerda qolmoqchimiz. Siz bu yerni egasisiz. Siz bizga ruxsat bersangiz, shu yerda qolib birga yashasak" deb ruxsat so'ragan edilar. Bibi Hojar: "Sizlar qolasizlar, yashaysizlar, ruxsat, lekin suvning haqdorligi bizda" dedilar. "Suvning egasi biz bo'lamiz" dedilar. Jurhum qabilasining sohiblari, a'zolari rozi bo'lishdi va o'sha yerda yashab qolishdi. Asta-sekin boshqa qabilalardan ham ba'zi bir yakka odamlar, oilalar shu suv atrofida yashab istiqomat qilishda davom etdilar. Vaqtlar o'tib, Ismoil alayhissalom ham katta bo'ldilar. O'sha yerdagi qabilalardan qizlaridan biriga onalari uylab ham qo'ydilar. Ibrohim alayhissalom oilasidan xabar olgani keldilar. Kesalar kelin yuribdi. O'zlarini tanitmagan holda kelindan savollar so'radilar. Savollarida turmushlari, kelinni eri bo'lgan o'zlarining o'g'li Ismoil alayhissalom boshqa ma'nolarda so'ragan edi. Kelin norozilik alomatini ifoda qiluvchi javoblarni berdilar. Noshukrlik ma'nosidagi gaplarni aytdilar. Shunda Ibrohim alayhissalom ichidan afsus qildilar u kelinga yana o'zlarini tanitmasdan, ering safaridan qaytib kelsa aytgin, uyining ostonasini yangilasin dedi. Qaytib ketdilar. Fursati yetib Ismoil alayhissalom oilalariga, uylariga qaytib keldilar. Qaytganda xotinlari bir keksa kishi kelganligini va turli savollarni berganligini va u savolga o'zi bergan javoblarni aytib turib, oxirida o'sha odam ketayotganda menga dedi, kelin eringga aytib qo'ygin, uyining ostonasini almashtirsin deb ketdi dedilar. Bu odam meni otam bo'ladi. Sen u kishini norozi qilsan, menga sanidan ajrashib boshqa uylanishga buyruq qo'yib ketibdilar dedilar. Va keyin otalarini amrlariga binoan ishni qilib boshqatdan uylandilar. Yana vaqti soati yetib kelib Ibrohim alayhissalom yana o'sha Zamzam bor joyga qaytib keldilar va o'g'illari Ismoil alayhissalom bilan ko'rishib, Alloh u zotga mana shu joyda o'zi uchun, ya'ni Alloh uchun bir uy qurishni amr qilayotganligini
xabarini berdilar. Undan bo'lsa Allohning amriga itoat qilib shu ishni qilishimiz kerak degan qarorga keldilar va o'sha yerdagi yaqin tog'lardan tosh keltirib Baytullohni qurishni boshladilar. İbrahim alayhissalom Baytullohning devorlarini toshdan urar edilar. O'g'illari Ismoil, kelinlari esa bu kishiga qurilishda yordam berar, tosh uzatishib turar, yana boshqa qurilish uchun kerak bo'lgan xizmatlarni qilar edilar. Va o'sha ishni davomida uzluksiz ravishda Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim duosini o'qirdi. Allohga iltijo qilib ish yuritar edilar. Ana shu iltijo, ana shu duo Qur'oni Karimga oyat bo'lib qolgan va uni o'qigan, eshitgan bilimdor odamlar aytadilarki, İbrahim alayhissalom qanday ham buyuk zot. Allohning o'zining amriga binoan bevosita Allohning uyini qurib turibdilar-u, yana Allohdan qabul qilishini so'rab, o'zining kamchiliklarini kechirishini so'rab, iltijo qilib duo asosida bu uyini qurmoqdalar dedilar. Ana shu tarzda İbrahim alayhissalom Baytullohni o'g'illari Ismoil alayhissalom yordamida qurib bitirdilar. Qurilish bitganidan so'ng Alloh taolo İbrahim alayhissalomga amr qildilarki, azzin bin-nasi bil-hajj. Odamlarga endi haj qilish amrini e'lon qilgan, azonini aytgan. Ana shunda İbrahim alayhissalom odamlarni hajga chaqirdilar. Dastlabki haj İbrahim alayhissalomni davrlaridan boshlandi. Bu ma'lumotlar İbrahim alayhissalom o'g'illari Ismoil alayhissalom bilan Ka'batullohning qandoq qurganligiga oid har qurbon hayitida eslaydigan hodisalarimizdan biridir. Aynan qurbonlikka oid hodisa esa Ka'baning qurilishidan bir muncha muddat oldin bo'lgan edi. İbrahim alayhissalom tush ko'rgan edilar. Tushlarida o'g'illarini Allohga qurbonlik uchun so'yayotganlarini ko'rgan edilar. Kichkina o'g'illari Ismoilga chaqirib, otalari İbrahim alayhissalom aytdilarki, "Ey bolam, men tushimda seni so'yayotganingni ko'rmoqdaman. Bu amrni ilohiy amr ekanligi, Allohning hikmati borligi, Allohning amriga darhol bo'ysunish lozimligini kichik yoshdagi farzand Ismoil alayhissalom tushunib yetdilar va aytdilarki, ey otagiram, sizga nima amr qilinsa shuni bajaring dedilar. Ya'ni tushingizda meni so'yganingizni ko'rishingiz Allohning amri ekan, buni bajaring, meni so'ying dedi. Ana shunda hozirgi kunda hojilar qurbonlik qiladigan joyga olib borib, Ibrohim alayhissalom katta yoshlarida ko'rgan yolg'iz farzandlarini yonboshga yotqizib pichoq tortishga boshladi. Allohning yo'lida qurbonlik qilish ishi boshlandi. Alloh nima uchun aynan Ibrohim alayhissalomga farzandlari Ismoilni so'yishni buyurdi desa, ulamolarimiz aytadilarki, o'sha vaqtda odamlarni qurbonlik qilish ko'pchilikning ichida odatga aylangan. Xudoning yo'lida qurbonlik qilamiz deb odam so'yish tarqalgan edi. Bu narsa Allohning amri bilan emas, balki odamlarning o'zini bid'at xurofati tarafidan kelib chiqqan edi. Alloh bir hikmatga binoan Ibrohim alayhissalomga ham o'sha vaqtning odatiga ko'ra, urfiga ko'ra
o'g'lingni so'y degan xabarni tushlari orqali yetkazdi. Allohning katta payg'ambari haligi amrga bo'ysunib, o'g'illarini yotqizib, pichoq tortganlar, pichoq urmadi. So'yolmadilar. Oxir-oqibat Alloh taolo Ismoil alayhissalomning o'rinlariga qurbonlik qilish uchun Ibrohim payg'ambar alayhissalomga bir qo'chqorni tushirdi. Haligi qo'chqorni so'yib qurbonlik qildilar. Bu bilan amaliy tarzda butun odamlarga ko'rsatdiki, ey odamlar, payg'ambar Ibrohim o'zini o'g'lini qurbonlik qila olmadi. Bu odamning qurbonlik qilish Allohga, Xudoning irodasida yo'q. Agar qurbonlik qiladigan bo'lsalaringiz, mana hayvonlardan Alloh halol qilgan hayvonlardan qilinglar, qo'y qo'chqordan qilinglar degan xabarni amaliy tarzda Alloh taolo hammani ko'ziga ko'rsatdi. Odam qurbonlik qilish Allohning amri emasligi, Alloh taolo bu ishga norozi ekanligi ayon bo'ldi. Ana uni o'rniga endi hayvonlardan qurbonlik qilish joriy qilindi. Ana shu qurbonlik hodisasi jarayonida Ibrohim alayhissalom Ismoil alayhissalomni so'yish uchun olib ketayotganlarida yo'llaridan shayton chiqib vasvasa qildi. Sen yolg'iz farzandingni so'yasanmi? Bu nima degan gap? Degan vasvasalari 3 marta takror bo'ldi. Ana shunda Ibrohim alayhissalom qo'llariga tosh olib, shaytonga otib, uni o'z huzurlaridan haydab, Allohning amrini qilishda bardavom bo'ldi. Mana shu hodisalar hammasi haj ibodatiga kiritildi. Hojilar hayit kuni undan keyingi kunlarida shaytonga tosh otish amalini oshiradigan bo'ldilar va o'sha yerda qurbonlik qilishni ham Alloh subhanahu va taolo hajda joriy qildi. Shu tarzda haj Ibrohim alayhissalomning davrlaridan boshlanib davom etib keldi. Atrofdagi qabilalar, boshqalar Makka shahri katta bo'lganda joylashib qolgan turli xalqlar, atrofdan keladigan arablar har yili haj ibodatini qilishni, Ka'ba-i Muazzamaning tavofida bardavom bo'lishini o'zlariga odat qildilar. Lekin yil o'tishi, davr o'tishi, zamon o'tishi bilan o'sha ilohiy farmonga ko'ra joriy bo'lgan ibodat, haj ibodatida buzilishlar, bid'at, xurofotlar, turli Allohning ta'limotidan tashqari narsalar qo'shilib ketdi. Alloh o'zi qilgan haj buzildi. Johiliy qabilalar, mushrik qabilalar o'zlarini turli urf-odatlarini, bid'at, xurofotlarini hajga aralashtirib yubordilar. Misol uchun aytiladigan bo'lsa, kitoblarimizda, hadis shariflarda keladiki, o'sha vaqtda Baytullohning tavof qilish paytida erkak va ayol kiyimini yechib qo'yib, kiyimsiz ravishda tavof qilishga o'tishdi. Allohning uyining atrofida avratlarini ochishga o'zlariga ep ko'rishdi. Lekin buni o'sha buzuq xurofiy e'tiqodlari bilan has qo'shlashga urinishadi.
aytishardiki, biz bu kiyimlarni kiyib gunoh qilganmiz. Bu kiyimlar bizni gunohimizga sherik, shohid. Shuning uchun biz bularni yechib qo'yib tavob qilsak yaxshi bo'ladi degan gapni o'zlaricha joriy qilgan. Haj paytida Quraysh qabilasi o'zini boshqalardan ustun tutardi. Arafatga borganda biz ko'pchilikka qo'shilmaymiz, biz boshqalardan ustunmiz degan ma'noda alohida boshqa joyda turishadi. Shunga o'xshash haj ibodatida yana ko'pgina noto'g'ri holatlar bor edi. Hajni qilib ado etib bo'lgandan keyin uyiga qaytib borgan odam eshigidan kirmasdan uyni orqasidan teshik ochib shundan kirardi. Nima bo'ldi? Eshik turib bundan kirmasdan uyni buzib orqasidan teshik ochib kiryapsizlar desa, biz haj qilib keldik. Gunohimiz yuvilib keldik. Bu eshikdan o'sha gunohkor paytimizda kirib yurgan edik. Endi kirmasligimiz kerak degan gaplarni to'g'ri. Ana shu demak ma'noda Baytullohni o'zini but sanamlarga to'ldirib tashlashdi. Ka'ba-i Muazzamaning ichida 360 dan ortiq but o'rnatilgan edi. Ular bu butlar bizni katta Xudoga yetishtirishda vositachi degan aqidani qilishar edi. Safoga bitta katta butni, Marvaga bitta katta butni o'rnatish qo'ygan. Ularga ham shunaqa topilishar edi. Mana shunday bir holatda Alloh o'zining oxirgi mukammal qiyomat kunigacha boqiy qolguvchi barcha zamonlar va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib beruvchi dini Islom dinini yubordi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom 13 yil Makka-i Mukarramada, 10 yil Madina-i Munawvarada hajga amir qilib tayyorlab, Madinadagi sahobalarga boshliq qilib, haj qilib kelish uchun yubordilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'z sheriklari bilan ehromni bog'lab, hajni niyat qilib, yo'lga tushib ketib bir muddat yurganlaridan so'ng Alloh subhanahu va taolo Baroat surasidan ba'zi bir oyatlarni tushirib, yangi bir hukmlarni joriy qildi va bu narsani yetkazish uchun hajga ketgan amir va u kishining ashablari ortidan Rasul Akram alayhissalatu vassalom Hazrati Alini yangi oyatlarni o'qib berish uchun yubordilar. Hazrati Ali tezlab yetib borib Abu Bakr Siddiqni ko'rib salom berganlarida Abu Bakr Siddiq so'radilarki, amir bo'lib keldingizmi yoki vakil? Hazrati Ali aytdilarki, men shu Rasul Akram alayhissalatu vassalomning amrlariga, buyruqlariga binoan
ba'zi bir ma'lumotlarni yetkazish, yangi tushgan oyatlarni o'qib berish ma'nosini e'lon qilishga keldim dedilar. Ana shu e'lon qilinishi lozim bo'lgan ishlardan biri endi bu yildan boshlab, bu yildan keyingi yilda kiyimsiz odam Baytullohni tavof qilmaydi degan buyruq bor edi. Bu yildan boshlab endi mushrik e'tiqodidagi kishilar, shirkka berilgan odamlar Baytullohni haj qilmaydi degan amr bor. Mana shu tarzda haj ibodatini bid'at, xurofatlardan, turli noqulay urf-odatlardan tozalash, poklash, alohida ilohiy holatni o'zini qaytarish uchun islom dinidagi ta'limotlar joriy bo'la boshladi. Ana undan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom vaqti yetib, fursati yetib o'zlari haj qildilar. Juda katta sondagi sahobalar bilan Madina-i Munawvaradan hajning niyatini qilib yo'lga tushdilar. Madina-i Munawvarani tashqarisidagi Zulhulayfa deb atalgan miqot joyiga kelib asrda to'xtadilar, dam oldilar. Ertasidan niyatni qilib, ihromni bog'lab, labbaykani aytib, juda katta sondagi sahobalar bilan haj qilish uchun yurdilar. Odamlar shuncha ko'p ediki, bir-birlarini oxiri qayerda, o'ng tarafni oxiri qayerda bilish qiyin darajada ko'p odam bilan safarlarini boshladilar. Mana niyatlarini qilib, qurbonliklarni olib Makka-i Mukarramaga yetib keldilar. Tavoflarni qildilar. Boshqa hamma ibodatlarni qilib Arafatda turganlarida odamlar mendan haj ibodatlarini o'rganib olinglar. Menimcha bundan keyin endi ko'rishmasak kerak degan gaplarni aytdi. Shundan odamlar bilishdiki, Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning umrlari oxirlab qoldi. Ana shuning uchun bu hajni vidolashuv haji deyiladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom haj qilish bilan birga ummatlari bilan vidolashganlar. Bu hajni nihoyatda to'liq, mukammal ravishda amalga oshirib, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom haj ibodatini mukammal ravishda o'z ummatlariga ta'lim berdilar. Arafatda turganlarida Arafat xutbasida o'zlarining mashhur xutbalarini qildilar. Juda ko'p narsalarni ummatlariga bayon qilib berdilar. Nihoyatda ulug' bir maqom bo'ldi. Sahobalar qadamma-qadam Rasululloh akram alayhisolatu vassalomni zot shariflarini ko'rib turib, u kishini orqalaridan ergashib turib, hajdan ibodatini ado qildilar. Ana shu vidolashuv hajji jarayoni ko'p sahobalar tomonidan rivoyat qilingan. Jumladan Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning tuyalarini, jilovini olib yetaklab Madinadan chiqib yana qaytib borishgacha bir zum ajramagan sahobiy Jabir ibn Abdullohning rivoyatlari bor. Ana shu rivoyatlarda Payg'ambar alayhisolatu vassalomning hajlari batafsil bayon qilingan, batafsil ko'rsatilgan. Mana bugungi kunda haj qilayotgan hojilarimiz ana shunga o'xshatib haj qilish harakatida bo'ladi. Hojilar niyat qilib borganlaridan so'ng birinchi qiladigan ishlari Baytullohni tavof qilish bo'ladi. Undan so'ng Zamzam suvlaridan to'yib, ichib, Safo tepaligiga chiqib, niyat bilan sa'yni boshlaydilar. Sa'i qilayotgan har bir hoji
Bibi Hajar onamizni suv izlab giryon urayotganlarini, Allohdan najot tilayotganlarini esdan chiqarmasdan yaxshilab eslaydilar. Sa'i paytida duolarini o'qirganlar xuddi Bibi Hajar umid bilan suv izlayotganidek, hojilar umid bilan o'zlarining gunohlariga mag'firat istaydilar. Safa va Marva tepaliklarini qiyomat tarozisini ikki pallasi deb tasavvur qiladilar. Biridan ikkinchisiga o'tib giryon uradilar. Allohdan o'sha tarozidagi amalini og'irligini bosishini so'raydilar. Ana undan so'ng tarbiya kunlari deyiladilar. Bizi tilimizda yolg'on arafa deymiz. Ana shu kuni endi hojilar Minoga to'planadi. Labbaykani aytgan, Allohga duo qilgan, ibodat qilgan holatlarida o'sha kecha Minoda tunab qoladilar. Ertasiga chin arafa kuni bo'ladi. Ertalab bomdod namozini Minoda o'qigandan so'ng hojilar Arafot tomon yo'l oladilar. Arafotning o'zining chegarasi bor. Ana shu chegaraga kirib turmoq lozim, lobud. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom al-hajju arafa deganlar. Haj Arafadan iboratdir deganlar. Arafat sahrosida turish bo'lmasa haj bo'lmaydi. Hamma narsasini qoyillat qilsa ham o'sha Arafa kuni belgilangan vaqtda Arafatda belgilanmagan miqdorcha turmasa haj bo'lmaydi. Arafat kuni yilning kunduz kunlarining eng ulug'i hisoblanadi. Xuddi kechalarning ichida Laylatul Qadr ulug' kecha bo'lganidek gap. Mana shu siz bilan biz yashab turgan kunlarni Zulhijja oyining 9-kuni Arafat kuni bo'ladi. Ana o'sha kunda eng ulug' kun, xayrli kun, barakali kun bo'ladi. Alloh bandalarining duosini qabul qiladigan kun bo'ladi. Alloh mo'min musulmon bandalari bilan farishtalarning huzurida faxrlanayotgan kun bo'ladi. Arafat sahrosini to'ldirib, ehromda yalangbosh o'zini xorizor tutib, ko'zidan duv-duv yosh to'kib, Allohga iltijo qilayotgan bandalarini Alloh farishtalarga ko'rsatib, ko'rdilaringmi, mening bandalarim qanday holatda turibdi degan kun bo'ladi. Arafat mahshargohni qiyomat paytida bandalarning hammasi keng sayhon joyda hech narsasiz to'planib Allohning huzurida bosh egib turishining bir namunasi bo'ladi. Hamma narsaga tayyor, Alloh nima desa shunga tayyorlik holati o'sha Arafatda namoyon bo'ladi. Arafatda qilingan duo inshaalloh qabul va'dalari bor. Ana Arafatda turish o'sha kunning quyoshi botguncha bo'ladi. Arafatda peshin vaqtida peshin bilan asr namozini qo'shib qisqa qilib, qasr qilib 2 rakatdan qilib o'qiladi. Bu ham hajning amallariga kiradi. Arafatning kunining quyoshi botayotganda, botish boshlanishi bilan butun hojilar Arafatdan Muzdalifaga tushadilar. Qaytadilar. Muzdalifa Arafat bilan Minoning orasida. Hamma shomni o'qimasdan safar yuradi va Muzdalifaga yetib borib joylashganidan so'ng shom bilan xuftonni qo'shib jamlab o'qishadi. Muzdalifada Mash'arul Harom bor. Qur'oni Karimda kelgan buyuk joy, muborak joy. Ana Muzdalifada ham duo qilish, kechasi Allohga ibodat qilish davom etadi. Arafat kunining kechasi, ertaga hayit degan kunning kechasi o'sha yerda tunab qolgan hojilar
Hayit kuni ertalab bomdod namozini o'qigandan so'ng Minoga qaytadilar. Ana Minoga qaytib, birinchi toshni otgandan so'ng qurbonlikni so'yib, sochlarini oldirsalar yoki qisqartirsalar, demak ehromdan chiqadigan holati keladi. Bundan keyin tavofi ifoza qiladilar va yurtlariga qaytishdan oldin tavofi vadoni qiladilar. Alhamdulillah, ko'p yillik judolikdan so'ng mana oxirgi yillarda bizning yurtimizni mo'min musulmonlari ham boshqa yurtlarning mo'minlari, musulmonlari qatorida bir necha ming bo'lishib, o'sha haj ibodatida ishtirok etishmoqdalar. Ko'pchilik mo'min musulmonlarga qo'shilib Allohning ibodatini ado etib, baytini tavof qilib, Safo Marvosi orasida sa'i qilib, Minoda, Arafotda, Muzdalifada va vukuflarda turishib, duolarni qilishib, qo'llaridan kelganicha ibodatlarini ado etib kelishmoqda. Mana bu sana hozirgi holatlarda ham millionlab hojilarning qatorida bizning millatdoshlarimiz, yurtdoshlarimiz, xususan mana shu buloqboshilik hojilarimiz ko'p hojilar bilan birga Allohning ibodatida Allohga iltijo qilib, duolar qilish turibdi. Parvardigori olam ularning hajlarini maqbul aylagan bo'lsin. Qilayotgan duolarini o'zlarini haqida ham, el yurtimiz haqida ham, siz bilan bizning haqqimizda ham qabul aylagan bo'lsin. Barchalarini sog' salomat, tinch omon hollarida oila a'zolari hammamizni huzurimizga qaytib kelishlarini, bu yerda ham xalqimizga, o'zlariga, siz bilan bizga duo qilib, duolarini qabul bo'lishlarini Parvardigor olamning o'zi nasib etgan bo'lsin. Ana shu tarzda siz bilan biz ham mana shu bayramning tarixi, hajning tarixi, qurbonlikni tarixi bilan qisqacha tanishib chiqdik. Alloh subhanahu va taolo bugungi ulug' bayramimizni hammamiz uchun muborak qilsin, xayrli, barakali qilsin. Yana qaytadan shunga o'xshagan bayramlarga sog' salomat, tinch omon holimizda yetib kelishimizni, yaxshilik bilan bayramlarni qayta nishonlashimizni nasib etgan bo'lsin. Hammalaringizga ma'lum, ulug' kunda qilinadigan duolar ham ulug' bo'ladi, xayrli bo'ladi, barakali bo'ladi. Mana namozimizni vaqti ham yaqinlashib qoldi. Shu namozdan oldin yana bir duo qilaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ilohi Parvardigoro, ushbu bayramimizni hammamiz uchun xayrli, barakali, tinchlik, omonlik bayrami bo'lishini nasib etgan. Bu jamoatga o'zingizning roziligini tilab qadam bosib kelgan azizlarni, barchalarini bosgan har bir qadamlariga bitmas, tuganmas ajr savoblarni ato qilgan. Bularni hammalarini farzandlari, oila a'zolari, qavm qarindoshlari bilan sog' salomat, tinch omon qilgan. Turli balo ofatlardan, xavf xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka ato qilgan. Barcha yaxshilik ishlarida o'zing madadkor bo'lgin. Xonadonlarida hud baraka, fayzu futuh, iymon, e'tiqod, taqvo, ibodat bardavom bo'lishini o'zing nasib aylagin. Parvardigoro el yurtni tinch omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingni rozi qiladigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Parvardigoro, elimizga, yurtimizga o'zingni rahmatingni, xayringni, barakangni yog'dirgin. Doimo yaxshilikda turishimizni nasib etgin.
Parvardigor olam, o'zingdan yolvorib so'raymiz. Hammalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar. Taşlarga saqlab qoldi Ahmadulla aka. Tushundiring namozni? فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. İlahi Parvardigara, bu oxulgan tilovati Qur'onning savoblaridan o'tgan barcha mo'min va mo'minotlarni bahramand aylagin. Xususan bizning yurtimizdan o'tgan azizlarimizni, ushbu qishlog'imizdan o'tgan azizlarimizni, mana shu jamoatda o'zingga iltijo bilan qo'lini ko'tarib turgan bandalaringdan o'tgan ota-onalari, azizlari, aqribolarini, hammalarini g'arib rahmat, shoyista jannat qilgin. Qabrlarini nur aylagin, oxiratlarini obod qilgin, oxiratdagi martabalarini yuqori qilishni nasib etgin. Ularning o'zlarining iymonlari, ibodatlari, amali solihlarini o'zlariga hamroh aylab, ularni bu ulug' kunda bizning yo'qlab qilayotgan duolarimizni dargohingda qabul aylagin. Parvardigoro, qolganlarni barchalarini o'zing sog' salomat tinch-omon qilgin. Bola-chaqalari, qarindosh urug' qish aqrabolari bilan turli balo-ofatlardan, xavf-xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka ato qilgin. Parvardigor olam, o'zingning ulug' kuningda, Qurbon bayrami kuningda namozingni ado etib bo'lgandan so'ng o'zingni uyingda turib iltijo qilyapmiz. Bu duolarimizni qabul aylagin. Parvardigor, ichimizda bemorlarimiz, dardmanlarimiz bor. Ularning dardlariga o'zing shifoyi komil bergin, shifoyi g'oybiy bergin. Tezda tuzalib ko'rmaganday bo'lib ketishlarini nasib aylagin. Parvardigor, ichimizda hojatmandlarimiz bor. Ularni hojatini o'zingdan boshqa hech kim ravo qila olmaydi. Parvardigor, hojatmand bandalaringni, azizlarimizni hojatlarini o'zing chiqargin, ravo qilgin. Parvardigor, ichimizda boshiga mushkul tushganlar bor. Ularni mushkulini o'zing kushoyish aylagin. Parvardigor, ichimizda musofir borlarimiz bor. Ularni musofirlarini o'zing hozir aylagin. Parvardigor, o'zingdan yolborib so'raymiz. Bandalaring ishlarida talabi ilmdagilar bor. Ularga o'zing ilmi ladun, ilmi robboniy bergin. Rizq talabidagilari bor. Ularni hammalarimizni, rizq ro'zimizni barakali, xayrli, halol pokdan bo'lishini nasib etgin. Parvardigor, o'zingdan yolvorib so'raymiz. Dehqonchilikdagi, kasb-kordagi birodarlarni bo'ladigan mehnatlariga o'zing yaxshi bir sharoitlarni yaratib bergin. Qiladigan mehnatlarini xayrli, barakali, unumli bo'lishini o'zing nasib etgin. El yurtimizni, aziz vatanimizni tinch qilgin, omon qilgin. Bir-birlarimiz bilan ahil inoq bo'lishimizni,
do'st birodar bo'lishimizni nasib aylagin. Aradagi ixtiloflar, kelishmovchiliklarni o'zing ko'targin. Parvardigoro, o'zingdan yolvorib so'raymiz. Ushbu masjidda xizmat qilib o'tganlarni hammalarini rahmat aylagin. Xususan ularning oxirgi bo'lmish qiblagohimiz Muhammad Yusuf hojidalarni g'ariqi rahmat, shoistai jannat qilgin. Bu masjidda hozir ishlab turganlarni ishlariga xayrli, barakali natijalar bergin. Dinimizni to'g'ri yo'ldan olib borish, xalqimizni hidoyatga sobit qadam bo'lishidagi xizmatlariga o'zing yordamchi bo'lgin. Parvardigor olam, bu hayit bayramimizni o'tkazish uchun bu yerga qadam bosib kelgan har bir bandani qadamiga bitmas tuganmas ajr savobni o'zing ato qilgin. Bu bayramni tashkil qilishda o'z hissalarini qo'shgan, xizmatlarini qilgan hokimiyatni vakillari, hokimlarimizni hammalarini, bu yerdagi tartib saqlovchi birodarlarimizni ovozlarini kuchaytirib berishga xizmat qilgan, joy namoz solgan, har bir yaxshi katta-yu kichik xizmatni qilgan bandangni Parvardigoro shu ulug' kunni hurmatidan qilgan xizmatlariga beradigan savobini, ajrini ko'paytirib bergan. Hammalarimizni qaytadan yana shundoq ulug' kunlarga erishishimizni nasib etgan. Parvardigor olam, farzandlarimizni hammalarini oqil, dono zabitda iymon, e'tiqod bilan o'sib borishini nasib etgan. Parvardigor barcha ishlarimizda o'zing halollikni, poklikni, to'g'rilikni, xayrni, barakani joriy qilgan. Doimo o'zingning ibodatingda sobit qadam bo'lishimizni, hidoyatingda sobit qadam bo'lishimizni nasib etgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Hazratlarni haqqida xolisalik duo qilaylik, farzandlarini oshlik ko'rsin, ishlariga rivoj etsin. Parvardigor olam, farzandlarimizni hammalarini o'zing hifz himoyangda asragin. Solih farzandlardan bo'lishini, o'zingni taniydigan, el yurtiga manfaat keltiradigan, kattalarning duosini olib yuradigan, obro', e'tibor bo'ladigan farzandlardan bo'lishini nasib et. Bizning kasbimiz dikonchilik taqsir. Dikonchiligimizga mo'l yo'l olsin. Xudo qishli amalda turib biz qishlardan beozor, talafot yetmasdan chiqib ketaylik. Alloh subhanahu va taolo o'zing xalqimizni turli balo ofatlardan, xususan mana bu bo'layotgan turli tabiiy ofatlardan ham o'zing asragin. Kelajak mavsum uchun yerlarimizni yaxshi bir holatda bo'lishini, dehqonlarimiz, kasbkorlarimiz kelajak xizmatlarida Parvardigor o'zing barakani ato qilgin. Dasturxonlarimizni to'kin sochin bo'lishini, turmushimizni farovon bo'lishini, boy barakali rizqimizni ulug' bo'lishini o'zing nasib etgin. Yurtimizni obodonchiligi, tinchlik, omonligini o'zing ta'minlagin. Rahmatga. Ta'sir hojatdan bir yo'qlab qo'yaylik, hamma jamoat shu muvaffaqlik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Parvardigoro, ushbu tilovat Qur'onning savobidan o'tgan barcha mo'min musulmonlar qatorida qiblagohimiz Muhammad Yusuf hojidalarni ruhi poklariga ushbu jamoani nomidan yetkazgan. Bu kishini yotgan joylarini yumshoq qilgan, qabrlarini nur aylagin. Parvardigoro joylarini jannatdan qilib, jannatdagi maqomlari buyuk bo'lishini nasib etgin. Rahmatga. Rahmat muhtaram jamoat. Endi asta-sekin tarqalamiz. Hamma qurbonlik ataganlar qurbonligini qilib, shundan yeyish bilan og'izlarini ossinlar. Bugun ulug' kunligini e'tiboridan beva bechoralardan, bemorlarimizdan xabar olish esimizdan chiqmasin. O'sha qiladigan qurbonligimiz, xayr ehsonligimizni muhtoj kishilarga, kam ta'minlagan oilalarga, mana shu narsalardan olsa boshi osmonga yetib xursand bo'ladigan kishilarga yetkazishga harakatda bo'laylik. Hammalarimiz bir-birimiz bilan
yaxshi, xursandchilik holatda ko'rishib yurishga harakat qilaylik. Qo'pollik, ba'zi bir azob beradigan holatlar mutlaqo bo'lmasligi uchun harakatda bo'laylik. Alloh taolo bu ulug' kunini boshimizga qayta xursandchilik, yaxshilikda qaytib kelishini nasib qilgan bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Partiler mübarek olsun. Selam. Partiler mübarek olsun. Partiler mübarek olsun. Kurşun çıkıyor. Ha, test. Kurşun böyle çıkıyor. Orada gel. Ya var. Selamun aleyküm.